Nafs balosi va boylikka bo'lgan gurkurona hirs afsuski ba'zan insonni to'g'ri yo'ldan halollik mezonlaridan butkul adashtiradi. Xatirchi tumanining Oqtepa mahallasida istiqomat qiluvchi 1993-yilda tug'ilgan Odil Boltayev ham oson boyishni maqsad qilib, mahallasidagi 1988, 1992, 1998, 2006 va 2007 yillarda tug'ilgan uyushmagan va jinoyat sodir etishga moyil yosh yigitlarni yig'ib, jinoyat rejasini amalga oshirishga kirishadi. Mazkur jinoiy guruh uzluksiz ravishda Xatirchi tumanining Oltinsoy tog' tizmalarida hech qanday ruxsatnomasiz qo'lbola usulda kon qazish ishlarini olib borib, o'z hayotini va kelajagini xavf ostida qoldirish bilan bir qatorda davlat va jamiyat uchun ham katta moddiy va ma'naviy zarar keltirib chiqargan bu kimsalar nafaqat qonunni, balki insoniylik mezonlarini ham butkul unutishadi. Biroq Navoiy viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda mazkur jinoiy guruhning sodir etgan noqonuniy xatti-harakatlari fosh etilib, jinoiy guruh a'zolari esa holat ustida daliliy ashyolar bilan qo'lga olindi. Ular foydalangan xo'jalik buyumlari, turli uskunalar daliliy ashyo sifatida rasmiylashtirildi. Hozirda mazkur holat yuzasidan jinoiy guruh a'zolariga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 199-2-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Mazkur jinoiy guruh a'zolari tomonidan sizga yoki yaqinlaringizga nisbatan biror bir jinoiy xatti-harakatlar sodir etilgan bo'lsa, hududiy ichki ishlar organlariga murojaat qilishingiz so'raladi. Barcha murojaatlar belgilangan tartibda ko'rib chiqiladi va shaxsingiz sir saqlanishi kafolatlanadi.